Olchali tvorojniy pirogi. Mayin tvorogli krem bilan shirin nordon olchaning betakror lazzati. Bu noyob retseptning barcha sirlarini siz bilan bo'lishaman. Xamir pisochniy chiqishi uchun 72% margarinni tyorkadan o'tkazib, maydalab un bilan aralashtirib olamiz. Razrixiter, shakar, tuz, tuxum va smetana bilan pisochniy xamir tayyorlab, 1 soatga xolodilnikka tindirishga qo'yamiz. Retsept mahsulotlarini aniq grammajlarini albatta opisaniyada batafsil yozib qoldiraman. Tvorog, sug'ishoniy moloko, tuxum va apelsin sidrosini blender yordamida yaxshilab aralashtirib maydalab, mayin krem qilib olamiz. Danaksiz muzlatilgan olchani shakar pudrasi va kartoshka kraxmali bilan 5 daqiqa davomida qaynatib, quyultirilgan pitaminutni vareniy qilib olamiz. Xamirni to'rtdan bir qismini bezatish uchun ajratib olib, qolgan qismini yarim santimetrda yoyib olib, dumaloq shaklda kesib olamiz. Qolipni margarin bilan surib olib, xamirni joylaymiz va xamirni birozgina kuch bilan ezib, qolipga yopishtirib olamiz. Birinchi olchali vareniyani bir tekisda yoyib olib, tvorojniy kremni quyamiz. Ajratib olingan xamirdan lentalar yasab, pirogni bezatib olib, bodom yaproqlarini bir tekisda cho'chib chiqamiz. Duxovkani 180 darajada qizdirib olib, konveksiya bilan 50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Birozgina shakar pudrasi bilan pardozlab qo'ysangiz, shedevr tayyor. Bu betakror olchali tvorojniy pirog har qanday nozik tab sohiblarini ham yuragidan joy ola olishi aniq. Yaqinlaringiz uchun bu olchali tvorojniy pirogni albatta takrorlab ko'ring. Agar sizga ma'qul kelsa, meni duolaringizda eslab qo'yishingiz yetarli.